Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilar, aziz aka-ukalarimiz, joninglar sog'mi, yaxshimisizlarmi? Bu xo'sh, bugun haftaning yakshanba kuniga Sergeli moshina bozoridamiz. Bir akamiz egizak Equinox'larni olib keldi. Bittasi 21, bittasi 20. Polni fullari, kraska probeglarga javob. Xo'shlarni qisqacha obzorini qilamiz o'rta. Sergeli moshina bozori turibdi. Mana nomerlari ham bir xil. 25 225. Xo'p, mashinamiz bunisi 2020, polni full pozitsiyasi, yurgani 90 ming, kraskalar top toza, bir joyda pitnosi ham yo'q. Ikkinchi mashinamiz 21. 21, bu ham polni full pozitsiyasi, kraska probeglariga javob. Mashinalar ikkalasi ham benzinda harakatlangan. Mashinani bir joyda bir kamchiliklari yo'q. O'rtoqlar, ikkita Hasan qo'yilyapti uchun qisqacha obzorni qilib ketaman. Mana chexollargacha motivi turibdi. Mashinaning holatlari juda zo'r. Ikkalasi ham Toshkent shahar mashinasi. O'rtoqlar, bu mashinalarda egasi ikkalasi ham bitta odam. Bu Equinox'larimiz Sergeli moshina bozorida turibdi o'rtoqlar. Pramo egadan kimga qiziq bo'lsa, shunaqa mashina qidirib yurgan, tanish bilishlar bo'lsa o'rtoqlar, tezda ekrandagi telefonlarga murojaat qilib, tanish bilishlarga tashab qo'yinglar, like, podpiskalarni ayamanglar.